Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka-ukalar, bugun mana yana bitta kichkinagina obzorcha qilamiz. Navoiy shahri Yangi bozor Parranda qush bozoriga keldik. Xudo xolasa mana syomkamizni boshlaymiz. Mana bu yoqqa kurkalar tushibdi mana. Ajoyib ekan. А это чьи? Это ваши? Да. Нет. Egasi yo'q ekan bularni. Mana bu yerda jo'jachalar bor ekan. А это цыплята ваши, да? В какую цену цыплята? По-разному, 20 есть, 20 ming so'm ekan jo'jachalarimiz. Bu yerda ham jo'jachalar bor ekan. Есть поменьше. 15 ming so'mdan ekan mana jo'jalar, bu yoqdagilari 20 ming so'm ekan. Quyonlar ham tushgan bozorga. Quyonlar nechi pul? Assalomu alaykum. 100 ming so'm ekan mana quyonlar. Mana. Xikolmi bular? Mana bitta quyonchamiz bor ekan. Bu quyon narxi nechi pul ekan? 100 ming so'mmi? Bu. U ham 100. 100 ming so'm ekan bu ham. Ha, bular o'tirishini qaranglar buni. Bu qimmatroq. Bu qimmatroqmi? Ha, bu kattaroq. Kattaroqda, ha, o'sha. Ishlaganda bu quyon o'sha. Ishlagan quyon. Bu qimmatrog'i nechi pul? 150 mingmi, 200 mingmi? 120. 120 ming ekan. Ana bular 100 ming ekan, bular 120 mingdan ekan. Dal ketamiz, aka-ukalar. Mana bu yerda bu o'zimizning ukamiz bu. Ana. Buni quyonlari. Nechi puldan quyonlaringiz? Quyonlar nechi pul? Quyonlar 130 ming ekan. 130 mingdan quyonlar. Bular kimdan? O'zingdanmi bular ham? Assalomu alaykum. Nechi pul ekan? Bular nima bular? G'ozmi bu? Inda o'tgan jo'jalarimi? 300 ming debman bular 25 dan. Mana inda o'tgan jo'jalarni qaranglar. Voy, mashalloh. O'zing oshirdingmi bura? Ha, YouTube'ga qo'yamiz-da kanalga. 70 dan beraman. Nechi puldan deding? 25 dan beraman. 25 dan qilib berasan. Bir joyga. Bir joyga mana. Bu ukamiz постоянно bozorda. O'zingnikimi bular ham? Ha, choynikchalarga qaranglar. Bular barodani men bilmayman, lekin nimadirida bular choynikchadir. Choynakcha. Choynakcha. O'zimizda. Qani bunday qani choynakcha nechi pul ekan? Bunisini bundoq qani chiroyli ekan bu. Mana. Hayt ana choynakchalar. Choynakcha qancha? Bir joyga 350 ming so'm deyapman bular. 350 ming so'm. Ikkita tovuq, bitta xo'roz. 350? Mana. 350 ming ekan. Qo'shilgan bilan bergan. Mana inda o'tka. Hocam joylar qo'yib, chek quloq qo'yib beraman. Uncha kerak ora. Qaysiga? Joyga bir joyga. G'ozlar nechi pul ekan aka bu g'ozlar? 250 dan. 250 danmi? Ya endi so'radim-da men aka. 250 ming so'm ekan. Donasi, ha? Mana g'ozlar 250 ming so'm ekan. Inda o'tkalar-chi aka? Inda o'tkalar. 140 dan. Endi o'tkalar 200 dan beraman. Donasi 200 ming ekan. Modasini 120. Modasi 120. Quyonlar nechi pul aka? Quyonlar biri 80 liga, amakim 130 liga bor, 80 liga bor. Ha, quyonlar ham o'ziga qarab. To'g'rimi? 80, 100, 120. Ana quyonlar. Mana quyonlar. Aytimki 45 40 dan beraman. 40 dan beraman. So'rab qo'ygani Ana bedanalar ham chiqqan ekan. Bedanani ham videoga olamiz. Ana bedanachalarga qaranglar. Ana bedanalar nechi pul ekan? bedanlar 70-60 dan beraman. 70-60 dan. Sayroqi bedanalar. O'zimizda bedanalar-da. Ana bedanalar. Mana g'ozlarimiz. Bu kimdan ekan bular? Katta bo'lib qolgan, chiroyli bo'lar ekanda. Kimdan bu? Zadan. Nechi pul ekan? Va alaykum assalom. 80 ming so'm. 80 ming. G'ozmi, o'rdakmi bu?
G'oz ekan, ha? 80 ming so'm ekan. Chiroyli bo'lar ekan, katta bo'lsa. Katta 300 mingdan sotiladi. Katta vegan. Yegan. Mana bitta xo'rozcha bor ekan. Bakan xo'rozcha. Bu necha pul jiyan buni narxi? 200 ming so'm. Ha. Urishadimi? Ha, urishadi. Gap yo'q. 200 ming so'm ekan xo'roz turishini qaraydi. Mana. Gap yo'q. Tak. Mana bu tovuqlarimiz ham bor ekan, bunaqa xo'rozlarimiz ham bor ekan. Brammami bu? Necha pul ekan bu? 160. Donasi 160 danmi? Mana brammalarimiz 160 chiqdi. Mana holati buni. Necha pulga beryapsan tavuq? Mana. Necha pul ekan aka bu? G'ozmi, o'rdakmi bu? O'rdak. Necha pul o'rdaklar? 17 ming so'm ekan donasi. 15 ming. Mana kichkinalari 15 ming so'm ekan. 15 ming. Lekin emas, agiden. Bularmi? Necha pul ekan aka mana bu kattalari? Bu kurkami bu? Kurkalar 120 ming. 120 ming dana kurkalar. Shu yil juda bular vaqt. 120 ming so'm ekan kurkalar. Sotkigalar orqaga qo'yganmiz. Bu kimdan bular? Ana. Endi o'tganmi? Davudga 150 ga 250. 150 ga 250. Ayollar 150 ga 250. Mana. Tayyor bular o'zi. Ha, tayyor tuxumga. Tuxumda mana. Agar kimga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar mana. Zo'r ekan. Nomeringizni aytib yuboring aka. 90lik. 90lik ekan nomerlari. 744 744 72 84. 72 84. Ismingiz? Faxriddin. Faxriddin aka. Murojaat qilaverasizlar aka. Zo'r ekan mana, tayyor ekan. Ana g'ozlar bollaridan ham bor, jo'jalardan ham bor. Hamma narsasidan bor. Ana jo'jachalarimiz. Shini to'g'risi. Mo'yinchoq. Necha pul ekan bu jo'jachalarimiz? Bilmadim, egasi keladi. Ha, egasi yo'q ekan. Dalishib ketamiz. Mana. Bular turishiga qaranglar. Necha pul ekan bu katta xo'rozing? Xo'roz 170, 120 qilib beramiz. 170, 120 qilib beramiz. Zo'r ekan. Mana bitta brama bor ekan, chiroyli brama bor ekan. Kimniki bu brama? Narxi necha pul ekan? 180 ming ekan mana brama. Zo'r ekan. Bu necha pul xola? 180 ming ekan. Tak, mana xo'rozchalarimiz. Kurka necha pul ekan kurka? 170 ming so'm ekan kurka. Xo'rozchalarchi? 100 dan beramiz. 100 dan ekan mana xo'rozlar 100 dan ekan. Ana jo'jalar. Ha, o'rdakchalarni qaranglar. Necha pul ekan bu o'rdakchalar? Necha pul ekan? 40 ming? Ha, kelishtirib beriladi. Mana 40 ming ekan o'rdakchalar. Bu katta bo'lib qolgan ekanda. Bularichi? 70 ming. Bu g'ozmi bu? Ha, bu g'oz ekan mana. Bular chiroyligini qaranglar. G'ozlar. Bu jo'jalar 7 mingdan, ha? Qora jo'ja ekan bu. Bular necha pul bular? Qora jo'jachalar. Bularni 5 kunligi 5 kunligi 8 ming so'm ekan. 5 kunligi. Bular 15 kunlikmi bular? 15 kunliklari necha pul? 10 mingdan ekan. Bedanalar ham bor har doimgidek, ha? Ha, bular qaranglar, chiroyli qilib olib chiqib qo'yishganiga. G'oz. Ana.
Nechi pul ekan bularning narxi? 60 mingdan. 60 mingdan donasi. Nechi kunlik bular? Korobka yo'qmi? Nima farqi 3 kunlikmi? Solmayman, bepul Mana onasi bizdaku. Mana onasini qaranglar buni. Bolalarini olsam menga qarab tashlanib qoldi bu. Ota-onasi nechi pul bular? Onasi nechi pul? Qancha? 250. Yurak. Tak, bugun bozorimizga jo'jalar ko'p chiqqan. Bu nechi kunlik jo'ja mana bu? Bo'lsa bu nechi kunlikmi? Bedana ekan-ku bu. Nechi pul ekan? Qancha bo'ldimi? 5 mingdan 5 ming ekan bedana chala. Bu nechi pul jo'jalari? Jo'jalar 3 mingdan. Uni tovuqlarni qaranglar mana. Pachka. Har xilidan bor. Nechi pul bular? Ular 100 mingdan. 100 mingdan. Aralash tovuq xo'roz, ha? Mana. Tovuq xo'roz aralash. Qaychini ber. Istanga qaychi. Bozorimiz bugun nimagadir sus. Dikushlarmi? So'yib yeyishganmi bu dikushlar? Mana dikushlar. Bizda Xitoylar bor-da, ana karismi Xitoylar kelgan, shular yeydi. Shularga ham mana sharoit qilib berishibdi. Nech pul ekan bular? 25 ming ekan. O'zimiz ham bemalol so'yib yesak bo'lar. Quyonlar mana. Bugun bozorimiz nimagadir juda sus. Kichkinagina bozorimiz sus. Videomizga unaqa qiziqarli chiqmagan bo'lsa, aytga buyurmaysizlar. Ertaga nasib bo'lsa, eski shaharda yaxshi bozor bo'ladi, bir syomka qilib beramiz. Tovuqlar nechi pul ekan? Zo'r ekan mana. Tovuqlar nechi pul tovuqlar? 120 mingdan ekan. Ana savdo ham bo'ldi mana, barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham 120 ming so'mdan baraka bo'lib ketdi. Chota bozorimiz bugun sus. Malotga tovuq. Tovuqlarni qaranglar, ajoyib ekan. Issiq. Havo issiq. Xo'rozcha nechi pul ekan xo'rozcha? 300. Ha? 300 ekan xo'rozcha. Ha. Bozorimiz sus bugun. Bozor sus. Odam yo'q. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kichkinagina videocha bo'ldi. Oladigan odam ham, sotadigan odam ham kam ekan bugun.